teplisi Qashqadaryo viloyati Muborak tumani 6 gektarga hammasiga tariq ekilgan, siderat ekin sifatida. Keyin bu o'rib tashalinadi, chiroyli qilib bir chekkadan boshlangan, o'sha yerdan o'zi frezer o'rib kelyapti inshaalloh. Oktyabr oyida bu joylarga akalar inshaalloh bodring ekiladi, gladkiy bodring. Bu mavzuni nimaga boshladik? Bu yigitning ismi Dilshodbek. Alloh barakasini bersin. 1 yildan beri o'chirib poylaydi. Rustam aka qachon birga ishlaymiz, nima qilamiz deb. Ko'pchiliklar xabaringlar bor. Bir necha yildan beri ko'p viloyatlarda, tumanlarda shogirdlarni tayyorlab, qo'ldan kelgancha o'rgatib, Alloh qodir qilguncha, Alloh bergan ilmini ko'rsatib, yo'l ko'rsatib nima qilib kelyapmiz. Shu yerga inshaalloh oktyabr oyiga mana otaliqqa oladigan bo'ldik. Har vazifam nima? Agronom emasman, boshqa emasman. Faqat bu Dilshodbek o'zi ko'p darsliklarni o'rgangan, YouTube hammasini ko'rib chiqqan va undan tashqari alohida darsliklarni ko'rib, tushunmagan joylariga men yordam berib, nima qilib turamiz inshaalloh. Katta qilib mavzu oldik, YouTube kanali uchun 17 minut, 18 minutlik mavzu olib hammasini tushuntirdik. Qiziqarli bo'lsa, YouTube kanaliga kirib, bemalol mana shu mavzuni ko'rsanglar bo'ladi. Inshaalloh bu yerdan oktyabrda ish boshlasak, Dilshodbekni tayyorlab, sekin-sekin qolgan masalalar bilan ham sizlarni tanishtirib boraman. Umuman oziqlantirishi, kasallik zarar kunandalar bilan himoya